أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Başqalarını özüdün üstün orunğa qo'yish, özüne ikkinchi orunğa qo'yish, ya'ni shaxsiyatsizlik, shaxsiyatchilik qilmaslik islom axloqining zo'r qismini egallaydigan yuksak darajaga ega bo'lgan bir axloq. İslam prinsiplarining ham asosiy bir tarafi. Allah subhanahu va taala mu'min jamiyatini, yani Peygamber aleyhisselamның Medine'sideki, öz devrideki Medine mu'min jamiyatini mundaq tasvirlaydi. Yani Sura Hashr'ninki 9. ayetida وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Şu vaqtdagi jamiyat bir bölük Müslümanlarning Mekke'den Medine'ge hicret qilish sebebi bilan aç yalang'och, öy makonsiz kiradigan, bosh tiqadigan bir yerimi yo'q, bir tiyin pulisimi yo'q bir ahvol shakllanib qolgan Mekke'den Medine'ge hicret qilgan musulmonlarda. Medine'ning musulmonlari, ya'ni yerlik musulmonlar hisoblanadi. Shu yerning asli ba aholilari. Bularda Resulullah'ninki bularni öz ara qarindosh qilish bir siyaset qo'llangan shu vaqtida mushu siyosatning qarindosh qilishning orqasida bu jamiyatda ajoyib go'zal bir axloq shakllangan. Biz bu oyatni o'qigan oyat dal bularning ahvolini tasvirlaydi. Asli yerlik bo'lgan. Ular kelishdan ilgari bu yerda orun hazırlagan, aldı bilen imanға kirgen bu kişilerle Medine ehli xuddi hazır bizning özümüzning yurtidan yaqı yurtlarga hicret qilib chiqqan holatimizga aynı o'xshaydi. Ama özleriga kelgan, hicret qilib kelgan kishilar bilan özlerining mol mulkini, özlerining ilgida bo'lgan imkoniyatlarni, o'zining sharoitlarini o'rtaq hammaharlashidi. Ya'ni o'rtaqlashidi. Ular qalbida bu gap qolsa menga oz tegib qolarmi yoki mening bu qo'limdagi imkoniyatga bularning ko'zi tushib qolarmi deydigan bir xil qalbida qat'iy siqilish yo'q. Balki aksicha o'zini bulardan keyingi o'rinda, ya'ni manfaat babiga kelgan vaqtida, manfaatlanish babiga kelgan vaqtda o'zini ikkinchi o'rinda, başqalarını birinci orunda qo'ydi. Gerçi o'zining shuncha ehtiyoji olsa bu şekil. Yani muşu kişiler Allah'ın nazarida oxirgi nijoatlikqa, oxirgi utuq kirishdi Allah.